patent nima uchun o'zidan o'zi kuyib qolyapti? Ko'pchilik musofirlarni qiynayotgan savol va murojaat uchun men video olyapman. Ya'niki bugun biz nima uchun patent o'zidan o'zi kuyishi mumkin va bu kuygandan keyin qanchadan keyin siz patent olishingiz mumkin? Bu haqda videoni oxirigacha ko'rsanglar to'liq ma'lumot beraman. Albatta videoga maksimal like bosib, musofirda qiynalib yurgan, qiynalib patent olib, buni kuydirib qo'ymaslik uchun hamma musofirlarga jo'natib qo'yinglar. Hamma uchun manfaatli video bo'ladi. Inshaalloh Xudo xolasa. Demak, jigarlar, Rossiyada hozirgi kunda ko'pchilik mana shu muammo qiynayapti. Bu hamki Rossiyada patent oldik, o'zidan o'zi kuyib qolyapti. Endi biz patent qachon olishingiz mumkin deyapti. Jigarlar, patent kuydimi? Bu nima sababdan kuyishi? Faqat birgina sabab bor. Rossiyada patent olganingizdan keyin 2 oy davomida Trudagor uydimlikni qilmasangiz patentingiz kuyadi. Qolgan vaziyatlarda patent kuymaydi jigarlar. Patent kuydi degani siz 1 yilga patent ola olmaysiz degani. Agar shu Trudagor uydimlikni olmasangiz patentingiz 1 yil kuyadi. Ana shu kuygan sanadan keyingi yil shu sanagacha patent hech qanaqasiga ola olmaysiz. Kirdi chiqdi foydasi yo'q. Jigarlar, shuning uchun kimga mana shunaqa patent olgandan keyin Trudagor uydimlikni yo bo'lmasam registratsiya borasida yordam kerak bo'lsa, men sizlarga mana yordam tariqasida muammoni yechimini topib qo'ydim. Shunchaki patent olishingiz bilan shu akalarimizga, Nosir akamiz hamda Saidaziz akamizga aloqaga chiqinglar. Nomerlari bor, Telegram, WhatsApp yoki promodan sizlarga srochni Trudagor qilib beradi, original, farshiviy emas. Va undan tashqari Goslug orqali sizlarga uydimlikni ham topshirib beradi. Muammolar hal bo'ladi. 1 yil bosh og'riqdan qutulasizlar jigarlar. Shunchaki mana shu nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ldi. Registratsiya borasida ham 3 oylikmi, 6 oylikmi, 9 oy, 1 yillik, 2 yillik farqi yo'q. Originalni qilib berishadi. Muammodan qutulasiz, soqqani bosaverasizlar jigarlar. Men sizlarga bilasizlar, yomon narsa tavsiya qilmayman. Ko'pchilik shu Zuhriddin nima qilsa bo'ladi deganlarga mana biz video qilib yordam tariqasida chiqaryapmizki, endi musofirlar shu patent olganingizdan keyin srochni siz Trudagor uydimlikni qildirib oling. Undan keyin xotirjam bu yog'ini bosaverasizlar. Qolgan patent to'lolmay qolsangiz yoki boshqa vaziyatlarda patent kuymaydi. Shunchaki kirdi chiqdi qilib kelganingizdan keyin patentingizni yana boshqatdan olsangiz bo'ladi. Faqatgina shu Trudagor uydimlikni qilmasligi oqibatida patent kuyishi mumkin xolos. Ko'pchilik ba'zilar noto'g'ri ma'lumot beryapti. Patent to'lolmay qoldim, endi nima bo'ldi? Patentim kuydimi? Yo'q, patentingiz kuymaydi. Prosta boshqa patent olishingiz majbur bo'lib qolasiz. Uning uchun kirdi chiqdi qilasiz, muammo hal bo'ladi. Xullas, shunaqa gaplar jigarlar. Bu ma'lumot ko'pchilik bilmasligi mumkin. Bilganlarga shunchaki eslatma jigarlar. Biz ham ko'pchilikka yordam qilishga harakat qilamiz. Mana ishonchli variantlar. Qanaqa o'sha dokument masalasi bo'yicha Trudagor uydimlikni registratsiya borasida muammo bormi? Mana nomerlarni o'zingizlar uchun saqlanib qo'yinglar. Liboy pat 24 aloqaga chiqaverasizlar. Men nomdan chiqinglar, 100% Zuhriddin aytdi deysizlar, bo'ldi. 100% ishlarni bitiradi. Muammo bo'lsa o'zimga chiqasizlar, 100% men hal qilib beraman. Bunaqa imkoniyat hech kim bermaydi jigarlar. Shuning uchun gazini bosamiz. Patent kuyib qolmasligi uchun birinchi o'rinda Trudagoyni unutmang jigarlar.